Hamma gamerlarga salom. Sizlar bilan yana My O'yin News kanali. Do'stlar, tan olamiz, Free yoki PUBG o'ynayverib hammamizning asablarimiz tamom bo'ldi. Har safar chet ellar yoki panelchilar chiqib kelganda telefonni devorga urib sindirgim keladi. To'g'rimi? Agar siz ham eski shotterlardan charchagan bo'lsangiz va telefoningiz uchun haqiqiy dahshatli grafika va yangicha gameplay qidirayotgan bo'lsangiz, bugungi videoyimiz siz uchun. Bugun biz Play Marketdagi eng dahshatli 3 ta shotter o'yinini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki 3-o'yin telefoningizda portlatib yuborishi mumkin. Qani ketdik. Vaqtimizda Play Marketda portlatayotgan dahshatli shotter bilan tanishib boshlaymiz. Blood Strike. Do'stlar, agar sizga personajlar sekin yuradigan va qotadigan o'yinlar yoqmasa, bu o'yin aynan siz uchun. Bu yerda dinamika shunchaki kosmik tezlikda, devorlardan sakrash, yerda sirpanib, potkat tashlab o'tish va kutilmaganda dushmanning ortidan chiqib kallasini o'zib olish, bularning hammasi shu joyda. Eng dahshatli tomoni, bu o'yinni xuddi kompyuteringizdagi Warzone yoki Apex Legends o'yinlariga o'xshaydi. Lekin NetEase kompaniyasi uni shunday optimizatsiya qilganki, hatto 2 yoki 3 GB operativlik kuchsiz telefonlarda ham dahshatli darajada qoplasdan ultra tezlikda ishlaydi. Free-dan charchaganlar uchun bu haqiqiy dahshatli almashtirish. Ikkinchi o'yin Arena Breakpoint. Navbatdagi o'yinimiz esa haqiqiy erkaklar va asabni baquvvat gamerlar uchun Arena Breakpoint. Bu shunchaki yugurib borib otishadigan o'yin emas. Bu mobil qurilmalardagi eng dahshatli ultrarealizm. Grafikasi va qurollarning ovozi xuddi haqiqiy hayotdek ishlangan. Lekin ehtiyot bo'ling, o'yinning qoidasi dahshatli shafqatsiz. Agar siz xaritada eng qimmat qurollaringiz va chiroyli o'raningizni kiyib kirsangiz u kutilmaganda bitta bot yoki dushman sizni bexosdan otib qo'ysa, tamom. O'yin ichidagi barcha yiqigan narsalaringiz butunlay yo'q bo'ladi va siz xaritadan dabdala bo'lib quruq qo'l bilan qaytasiz. Bu o'yinda har bir qadamni o'ylab bosish kerak. Aks holda yig'lab yuborishingiz aniq. Uchinchi o'yin Delta Force Mobile. Nihoyat ro'yxatimizning so'nggi yaqindagina gamerlar olamini g'aflatga yuborgan dahshatli loyiha, ya'ni Delta Force Mobile. Do'stlar, bu shunchaki kichik xotiradagi otishma emas. Bu yerda haqiqiy dahshatli urush ketadi. Katta xaritalar, jangovar tanklar, harbiy vertolyotlar va bir vaqtning o'zida urushadigan o'nlab o'yinchilar. Agar telefoningiz biroz kuchsizlik bo'lsa, o'yinni yoqqaningizda telefoningizni istalgan tip pechkasiga aylanib ketishi hech gap emas. Chunki fizikasi, qurollarning otishi va portlash effektlari xuddi PlayStation 5 konsollaridek mukammal ishlangan. Chunki shotter ishqibozlari uni albatta yuklab ko'rishi shart. Mana do'stlar, bugungi dahshatli shotterlarimiz mana shulardan iborat edi. Xo'sh, sizga ushbu o'yinlardan qaysi biri ko'proq yoqdi? Free o'chirishga tayyormisiz? O'z fikringizni kommentariyada dahshatli qilib yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va My O'yin News kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dahshatli videolargacha ko'rishguncha xayr.